Salom do'stlar. Siz bilan yana UZ Sport YouTube kanali. Bugun sizlarga o'zbek sportidagi eng so'nggi yangiliklardan biri haqida gapirib beramiz. Bu safar so'z mashhur media jangchi Odilxon Kamolov haqida ketadi. U yaqinda yana oktagonga qaytmoqda. Qozog'istonning Oktagon promouterlik tashkiloti rasmiy bayonot berdi. 8-noyabr kuni Almaty shahrida Odilxon Kamolov navbatdagi jangini o'tkazadi. Ammo hozircha uning raqibi haqida aniq ma'lumot yo'q. Shunga qaramay, bugun sport portali xabariga ko'ra, Odilxonning raqibi Turkmenistondan Xo'jageldi Xo'jakov bo'ladi. Odilxon Kamolov haqida qisqacha. U professional MMA'da 11 ta jang o'tkazgan. Shulardan 7 tasida g'alaba qozongan. Ko'pchilik uni Erkebulan To'xtar bilan bo'lgan jangdan so'ng yaxshi taniydi. Bu yil u bir vaqtning o'zida ham boks, ham MMA'da jang qilib, ikkisida ham g'alaba qozongan. Shuningdek, Odilxon dekabr oyida Toshkentda bo'lib o'tadigan Oktagon turnirida qatnashish niyatida ekanini avvalroq ma'lum qilgan. Raqibi haqida esa ma'lumotlar juda kam. Xo'jageldi Xo'jakov haqidagi ochiq manbalarda uning janglar soni yoki faoliyati haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Faqat bugun sport portalida uning yagona rasmiy e'lon qilingan xolos. Shu sabab bu jangni oddiy qilib aytganda Odilxon uchun navbatdagi yengil sinov deb atash mumkin. Ammo baribir ring bu ring. Bu jangda ham Odilxon Kamolov o'z mahoratini namoyish etib, yana bir bor g'alaba qozonishiga ishonamiz. Biz unga omad tilaymiz. Agar siz jangni to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, bizning UZ Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Jonli janglar, so'nggi yangiliklar va eng qiziqarli videolar faqat shu yerda. Videoga like bosing va YouTube'da bizni qo'llab-quvvatlang.